Natija ko'rasiz dedi. Keldim, Toshkentga eshitib ko'rdim. Ishonib-ishonmay, ular shu yerga emilishda natija olgan bo'lsa, men jigar serozga qanaqangi natijasi bo'ladi ekan dedim. Yo'q, ichdim 22 kunda o'sha natija ko'rdim. O'sha suvlar birinchi o'pkadagi suvlar balg'am bo'lib, qotib chiqib ketdi o'pkamdan. Yaxshi nafas ola boshladim. 27 kun 6 litr suvim bir kunda yo'q bo'lib ketdi. Bir kunda bir kechaning o'zida bir kechada peshobdan chiqib ketdi. Nega 3 oy mobaynida ichib yuring, o'shanda 2% jigarga tiklanaversa, siz yaxshi bo'lib ketasiz. Bu virusli kasallikdan mutlaqo qutulib ketasiz degan maslahatlar bo'lgan. Umida Saidov ustozimiz tomonidan. Men 47 kunda o'sha natijadan zo'rini topdim. Chunki 47 kunda 8% jigarim tiklanib ketdi. Hozirgi kunda ham ishyapman. Umumiy fibraskaningiz necha ko'rsatyapti? Fibraskani 42 ko'rsatdi, 34 ga tushdi 47 kunda. Hozirgi holatim zo'r, ishtaham zo'r, xullas mana o'sha sirlardan shu yoqqa kelyapman. Xullas hammaga tavsiya qilaman. Kalsiy ko'zindan 18 tagacha ko'tarib ichganman ularning dozada. Super omega ichdim. Top detox ichdim. Ularda ham 6 tagacha ko'tarib ichganman. Hozirgi kunda kalsiy ko'zin, rotlar ichyapman. Sog' bo'ling.